Kal bo'lib, keyin soch ektirgan bemorlarning ko'pchiligida sochlari siyrakligini yoki qayta o'sib chiqmaganligini yoki peshona sohasini o'zidagina soch qolganligini ko'rishimiz mumkin. Soch ekib berasizlar, butun umrga to'kilmasdan yaxshi turadimi deyishadi. Mavzuni boshlashdan oldin soch ekish turlari haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Terib chiqiladi va kerakli joyga ekib chiqiladi. DHI usuli bu usul xuddiki FUT yoki FUA metodi bilan soch olsa bo'ladi. Tushuncha bera oldim deb o'ylayman. Soch ekishda nima uchun natijalar yaxshi bo'lmayapti degan savolga albatta tarixga ham to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi, chunki O'zbekistonga natijalar zo'r bo'lmayapti. Bunga sabablar, birinchisi bu albatta soch ekish hozirda juda katta daromadli biznesga aylanib qolgan. Albatta bu oxirigacha olib borilmaydi. 2-3 yil o'rgandimi, shogirdlarga topshirib qo'yiladi. Endi boshlagan, misol ko'chada ekadigan kosmetolog yoki oddiy sartaroshlar ham soch ekadigan bo'lib ketgan. Oddiygina xonani oladi, o'sha joyda ekaveradi. Menikini bittada yaxshi qilib bering deyiladi. Albatta bu ham umuman to'g'ri narsa emas. Kal bo'lib, keyin soch ektirgan bemorlarning ko'pchiligida sochlari siyrakligini yoki qayta o'sib chiqmaganligini yoki peshona sohasini o'zidagina soch qolganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu natijalar ko'pchilik insonlarda soch ektirishga nisbatan ichida qandaydir sovuqlik tushiradi va bu narsadan qo'rqib qoladi. Bunga asosiy sabablar nimalar? Shular haqida bugun gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik klinikalarda soch ekilgandan keyin kafolat beriladi. Albatta bu kafolat haqida ko'pchilik so'rashadi. Birinchi o'rinda shuni aytib ketmoqchiman. Kafolat aytaylik 3 xil bo'lishi mumkin. Birinchisi, bemorlar so'raydiki, soch ekib berasizlar, butun umrga to'kilmasdan yaxshi turadimi deyishadi. Albatta ekilgan sochlarga butun umr garantiya berish noto'g'ri, chunki yillar davomida odam qanaqadir kasalliklarga chalinadi, stress o'tkazadi, immun tizimida o'zgarishlar bo'ladi. Shuni hisobiga ham boshqacha to'kilishlar bo'lib, soch to'kilishi mumkin. Shuning uchun butun umrga insonga sochingiz to'kilmaydi, doim yaxshi turadi ekilgan sochlar deb garantiya berish noto'g'ri. Ikkinchisi, ayrim klinikalar beradiki, misol 3000 ta soch ekildi, 3000 ta soch ekildi degan sertifikatga o'xshagan narsa beriladi. Bu nisbatan to'g'ri narsa. Uchinchisi, soch ekilgandan keyin bemor qanday natija olishi mumkin yoki shifokor bemorga tushuntiradi. Siz mana bunday natija olishingiz mumkin deb ko'rsatib berishi mumkin. 1 yildan keyin shu bemor mana shunday natija bo'lishi kerak. Shu kafolat bo'ladi bemor uchun. Bu ham albatta to'g'ri. Aytib o'tganlarimdan ikkinchi yo uchinchisini kafolat qilib bersa bo'ladi albatta. Chunki haqiqatga to'g'riroq bo'ladi. Mavzuni boshlashdan oldin soch ekish turlari haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Endi soch ektirmoqchi bo'lib yurganlar, qiziquvchilar bu haqida ko'p bilishi mumkin. Endigina bu haqda kirib turganlarga qo'shimcha ma'lumot. Har xil soch ekish turlarini ko'ramiz. FUT, FUA, DHI, sapfir soch ekish turlari bor. Soddaroq qilib tushuntirib o'tib ketaman. FUT metodi qanday? FUT metodi biz endi O'zbekiston uchun nisbatan eski metod, ko'pchilik deyarli qo'llanmaydi O'zbekistonda, lekin chet elda qo'llaniladi. FUT metodi boshda orqasidan aytaylik 1 santimetr kesib olinadi soch bor joydan va soch bor joylar bir-biriga tikib qo'yiladi va o'sha kesib olingan loskutdan, ya'ni o'sha qismni sochlar bitta, ikkita, uchtalikka ajratib chiqiladi va kerakli joylarga ekib chiqiladi. FUA metodi bu doimgi O'zbekistonda deyarli hamma qilinadigan metod, ya'ni maxsus apparat mikromotor yordamida sochlarni bitta-bittadan terib chiqiladi va kerakli joyga ekib chiqiladi. DHI usuli bu usul xuddiki FUT yoki FUA metodi bilan soch olsa bo'ladi, lekin ekishda farqi bor. DHIda 2 xil usuli bor. Aytaylik, bittasi implantyor deyiladi, ya'ni maxsus qalamchaga bitta assistent sochlarni kirgizib turadi. Asosiy vrach bo'lsa kerakli sohalarga teshmasdan turib o'sha qalamcha bilan sochlarni kirgizib chiqib turadi. Ikkinchisi kip yordamida ekish deyiladi. Kip yordamida ekish kerakli sohaga ekilmoqchi bo'lgan sohalarga teshikchalar ochib chiqiladi va shu teshikchalarga maxsus shu qalamchaga o'xshagan narsa bor, ya'ni qalamcha kirgiziladi va qalamcha orqali sochni kirgizib chiqiladi o'sha kanallarga. Nima uchun bunaqa qilinadi? Nima uchun? Chunki olingan sochlar juda ham nozik bo'ladi. Ularni pinset yordamida ham ekish mumkin, lekin juda ham malakali bo'lish kerak. Agar malakali bo'lmasa, sochni ildizlarini qisib qo'yib,
keyinchalik o'smay qolishi yo o'sib 1-2 yildan keyin to'kilib ketishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ushbu metodlar ishlab chiqarilganki, maxsus shu turbacha teshikka tushadi, turbachaning ichidan sochni joylab chiqiladiki, soch ildizlari umuman ziyon ko'rmasin, keyinchalik yaxshi o'sib ketsin degan maqsadda qilinadi. Sapfir metodida maxsus o'sha oynachali o'tkir tig'li o'sha igna hisoblanadi. Uni yutuq tomoni to'qimaga kam jarohat berishida. Ya'ni boshqa lezvalar misol o'tmas bo'lishi mumkin yoki juda katta bo'lishi mumkin, to'qimani shuncha ko'p zararlaydi. Sapfir bo'lsa shunchalik to'qimani kam zararlaydi. Hozircha shu metodlar mavjud. Metodlar haqida tushuncha bera oldim deb o'ylayman. Soch ekishda nima uchun natijalar yaxshi bo'lmayapti degan savolga albatta tarixga ham to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Chunki O'zbekistonga bu metodlar qachon kirib kelgan, qanday kirib kelgan, hozir qanday rivojlanmoqda. Buning uchun qisqacha soch ekish tarixi haqida ham ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Bularning ichidan FUT metodi albatta eskilik sifatida qolib ketgan. 2010-yillarda O'zbekistonda bajarilgan, lekin ko'pchilik insonlarda orqasida juda ham katta chandiqlar qolgan. Natijalar yaxshi bo'lmaganligi uchun hozirgi kunda deyarli hech kim bu amaliyotni bajarmaydi O'zbekistonda. FUE metodi hozirda juda ham ko'payib ketgan. 50 dan ziyod klinikalar borki, soch ekadigan O'zbekistonda shu yo'nalishda soch ko'chirib o'tkaziladi. DHI usulida, lekin hamma klinikada ham asosan pinset yordamida ko'chirib o'tkaziladi, lekin DHI usulida kamdan kam klinikalarda o'tkaziladi. O'zi DHI usulida qo'llagan ma'qul, lekin o'sha qalamchalarga ortiqcha misol mablag' ketishi bor. Shuning uchun ko'pchilik klinika qo'llamaydi. Masalan, bizda kip yordamida qilinadiki, kip ham nisbatan mehnati ko'proq, lekin ishonarli natijaga erishish uchun juda ham yaxshi metod hisoblanadi. Albatta bu kip yordamida ekishga ham misol vrachda o'zi ekmaydi, ikkita assistent bo'lishi kerak. Assistentlarga yillar davomida o'rgatib kelinishi kerakda. Bemalol ekish uchun 2-3 yil vaqt kerak bo'ladi. Dastlabki savolga o'tamiz. Nima uchun soch ekish amaliyotida shunchalik natijalar zo'r bo'lmayapti? Bunga sabablar, birinchisi bu albatta soch ekish hozirda juda katta daromadli biznesga aylanib qolgan. Juda ko'pchilik klinikalarda endi misol yangi vrachlar o'qib kelmoqda. O'qiganda ham aytaylik, bitta vrach 5 kun o'qiydi yo 10 kun o'qiydi, uzog'i 1 oy o'qiydi. Lekin shu vaqt ichida qo'li butunlay o'rganib olishga kamlik qiladi. Misol biz ham shunaqa o'qiganmiz, lekin yillar davomida asta-sekin to'xtatmasdan rivojlantirib keladigan bo'lsa, albatta bu o'z samarasini beradi. Aytmoqchimanki, qolganlar yomon ekadi, faqat men zo'r ekaman demoqchi emasman. Misol bu narsa yangi boshlaganlarda albatta o'xshamasligi mumkin, lekin yillar davomida to'xtamasdan harakat qilib kelinsa, menga ham misol 5-6 yil, 7-8 yil bo'ldimi, endigina soch ekkandan keyingi natijalar albatta o'zimni ham qoniqtirmoqda. Ko'pchilik klinikalarda albatta bu oxirigacha olib borilmaydi. 2-3 yil o'rgandimi, shogirdlarga topshirib qo'yiladi. Albatta bu narsa yomon hisoblanadi. Bu xuddiki biznesga o'xshab qoladi. Shogirdlarga berib qo'yiladi, shogirdlar bajaradi, u ba'zida nazoratsiz qolib ketadi. Assistentlar qanaqa ekadi yo'q, u soch keyin chiqadimi yo'qmi, aytilgan graflar ekib berilsa hamki kerakli natija bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun albatta bitta vrach, bitta brend ostida soch ekishni boshladimi, ma'lum bir darajaga yetkazguncha o'zi olib borish kerak bo'ladi. Shundagina bemorlarda bunaqa salbiy natijalar rivojlanib bormaydi. Hozirda misol Turkiyada ham bor bunaqa holat. Misol Turkiyada ham yangi ekishni boshlaganlarda ko'pchilikda kamchiliklari bor. Chunki juda ko'p bemor keladiki, orqasidan ko'p ovorgan, orqa sohalari ochilib qolgan, ko'p soch ovorgani uchun yoki ekilgan sohalardan yaxshi chiqmagan. Hamma Turkiyani maqtaydi, lekin Turkiyada ham zo'r mutaxassislar bor, lekin shunga yarasha endi boshlagan, misol ko'chada ekadigan kosmetolog yoki oddiy sartaroshlar ham soch ekadigan bo'lib ketgan. Oddiygina xonani oladi, o'sha joyda ekaveradi. O'zbekistonda ham hozirda son jihatdan oshib bormoqdaki, aynan ko'chalarda ham vrach bo'lmagan odamlar ham asta-sekin soch ekib bormoqda. Shuni hisobiga ham natijalar asta-sekin yomonlashib bormoqda. Lekin vaqt o'tadi, albatta saralanadi va yaxshi natijalar 5-6 yil ichida asta-sekin yaxshilanib boradi. Bu aytib o'tganlarim albatta bir tomon, lekin tabiiyki aholida tibbiy madaniyat jihatdan ham ko'tarilishi kerakki, o'sha bemor misol soch ektirishga kelyaptimi, o'sha shifokorni kuzatish kerak. U avvalo shifokormi yoki shifokor emasmi?
kosmetologmi yo boshqami, albatta buni o'rganib keyin borish kerak bo'ladi. Uni tibbiy ma'lumoti bormi yo'qmi, qancha yil davomida tajribasi, shunga qarab borsagina yaxshi bo'ladi. Bemorlardan so'raladigan narsa menikini bittada yaxshi qilib bering deyiladi. Albatta bu ham umuman to'g'ri narsa emas. Bir marta ekiladimi, 2 martadan 3 martadan buni shifokor hal qilishi kerak bo'ladi, bemor emas. Chunki donor soha hisobga olinadi, ekiladigan soha hisobga olinadi. Agarda donor sohadan bittada ko'p ovoriladigan bo'lsa, hammasi olib qo'yiladigan bo'lsa, agar natija bo'lmay qolsa, ikkinchi etapga yana ekishga soch umuman qolmay qoladi. Shuning uchun keyingi ekishlarni ham hisobini olib qo'ygan yaxshiroq. Soch olishda ham misol apparatlarni o'rni ham boshqa. Kimdir kattaroq apparat, o'sha oladigan apparati bor, panch deyiladi. Kattarog'ida olinadiki, olingan sochlarning o'rni ozgina chandiq bo'lib qoladi. Ayrimlarda olinadi, kichkina panch yordamida deyarli soch olingani ham bilinmaydi. Albatta hamma tomonlama hisobga olib, surishtirib kelgan ma'qul deb o'ylayman. Yuqoridagilardan kelib chiqadigan bo'lsak, sizlarga beradigan tavsiyalarim, birinchisi, soch ektirishdan oldin albatta soch ekadigan klinikalar juda ham ko'p. Albatta yaxshilab surishtiring. Ikkinchisi, shifokor haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ling, shifokor yoki yo'q. Albatta u borib shifokor yoki yo'qligini aniqlash uchun ma'lumotnomasini yoki davlat shifoxonasida ishlasa albatta u shifokor bo'ladi, lekin xususiy частный klinikalarda bo'lishi mumkin, shifokor bo'lmagan insonlar ham soch ekishi mumkin. Albatta hujjat so'rasangiz hech kim sizni so'kmaydi, ko'rsata bilish kerak bo'ladi. Uchinchisi, erinmang, bitta vrachga boring, ikkita yoki 3 ta vrachga ham borib ko'ring, uchalasini ham fikrini biling. Shunga yarasha sizga yoqqaniga, to'g'ri tavsiya bera olganiga borsangiz bo'ladi. Agar sizda soch muammosi bo'lsa, Telegram orqali o'sha quyidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta tajribamdan kelib chiqib yordam bera olaman.